30 sentabr Amerika Xalqaro Əmgək İşləri Byurosu ballar əmgəki yoki məcburi əmgək orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlar tizimligi nomli 100 necha betlik bir dokument e'lon qildi. Ma'lum bo'lishicha, bu dokument har 2 yilda bir qatim e'lon qilinadi ekan. Dokumentda məcburi əmgəkni yo'lga qo'yayotgan davlatlarning darajasi bo'yicha tizganda Xitoy birinchi o'ringa tizilgan bo'lib, jami 17 xil mahsulotning məcburi əmgək orqali ishlab chiqarilganligi aniqlangan. Bu 17 xil mahsulotlar sun'iy gul, qurilish buyumlari, Rojdestvo bayrami bezaklari, ko'mir, paxta, elektron mahsulotlari, po'janza, beliq, oyoq, kiyim, palay, choch mahsulotlari, tirnoq mahsulotlari, to'qimchilik buyumlari, yeb, shoxlan mahsulotlari va o'yinchoqlarni o'z ichiga oladi ekan. Dokumentda aytilishicha, bu yilgi tizimlikka Xitoy shirkatlarining lagerlarga solingan Uyg'urlarni majburiy ishiltish orqali ishlab chiqarilganligi dalillangan palay, yeb, paxta kiyimlari, choch mahsulotlari va shoxla mahsulotlari qatorliq turlar qo'shildi. Amerika Əmgək İşləri Ministri Evgen Scalia dokumentda mundaq degan: Biz bu dokument orqali shaxslarning va korxonalarning Uyg'urlarning majburiy əmgəki orqali ishlab chiqarilgan mahsulotlarga bo'lgan tunishini o'stirishini umid qilamiz. Bu dokument har qaysi shirkat va korxonalarga ular import qilgan mahsulotlarning ishlab chiqariladigan yerlarda nemish bo'layotganligini aytib beradi. Bizning bilishimizcha, milliondan ortiq Uyg'ur va boshqa etnik millatlar yig'ilish lagerlarida tutib turib majburiy əmgəkka selinyotidi. 29 sentabr Gollandiya Tashqi ishlar ministrligi Abdurahim G'ani oilasi to'g'riliq bir shum xabarni topshirib oldi. Bir yil avval Gollandiyaning Xitoyda turishliq elchixonasi Abdurahimning havolasiga binoan uning oilasidagilar to'g'risida uchur talab qilgan bo'lib, tunugin ularga bu haqda javob xat kelgan. Xatda deyilishicha, Abdurahim G'anining oilasidagilardan bir qism tuqqanlar kam deganda 3 yildan 16,5 yilgacha turmaga hukm qilingan bo'lib, Xitoyning ko'rsatgan bahonalarining asosligi jamiyat omonligiga ta'sir yetkazgan, to'plashib ishlaydigan, milliy bo'lgunchilik qilgan, irqiy kamsitishga qudratqo'li qilgan degandek bo'lgan. Xitoyning javob xatiga ko'ra, Abdurahim G'anining cho'ng akasi Abdukim G'ani 2017-yili 8-oyda 5 yil 6 oylik, Abdukimning cho'ng qizi Fatima 2019-yili 3-oyda 6,5 yillik, Abdurahim G'anining kichik akasi Mijit G'ani 2018-yili 5-oyda 16,5 yillik qamoq jazosiga hukm qilingan. 2019-yili 5-oyda Abdurahim G'anining ayolining ukasi Turg'un milliy bo'lgunchilik jinoyati bilan 16 yil 6 oylik kesilgan. Kichik inisi Adil Hamid 3 yil kesilgan. Onasi To'xtaxon Bekri 2014-yili 9-oyda kasallik bilan vafot bo'lgan bo'lib, qolgan urug' tuqqanlari normal turmush kechirayotidi deyilgan. Abdurahim G'ani o'tgan oyda Xitoy elchixonasi oldida namoyish qilishni boshlagandan keyin Xitoy istixboroti Abdurahim G'anining 6 yildan beri aloqa qila olmagan ukasi orqali uningga telefon qildirgan. Bu to'g'riliq xabar Gollandiya gazetida e'lon qilingan. 2020-yildagi 1-oktyabr kunini Amerika Uyg'ur jamoati o'zgacha bo'lgan zo'r ko'lamlik namoyish orqali kutib oldi. Bu qatim Dunyo Uyg'ur qurultiyi qatorliq Uyg'ur tashkilotlari, Tibetlar, Mo'ng'ullar, Xitoylar va Hongkongliklarning har qaysi puhraviy tashkilotlari qatorliqlar bilan birlikda Amerika Davlat Majlisining oldida Xitoy Kompartiyasiga dunyoviy miqyosda qarshi turayli temasidagi norozilik namoyishi o'tkazdi. Namoyishga Amerika parlament a'zolari Scott Perry, Tom Suzy va Ted Yoxomno qatorliqlar qatnashdi. Sharqi Turkistondagi siyosiy bostirish va irqiy qirg'inchilik namoyishining muhim mazmunlaridan bo'lgan siyosiy drama ko'rinishida jonliq aks etdi. Namoyishga qatnashgan Uyg'urlardan 100 kishi lager tutqunlarining mahbuslik kiyimlariga taqlid qilingan kiyimlar bilan put-qo'llari kishanlangan, ko'zlari tengilgan holda yukinib o'tirib, Uyg'ur tutqunlarining turmaga yo'tkilish manzarasini jonliq o'ynab chiqdi. Shu qatorda kichkina Uyg'ur qizining dada, apa deb ota-onasini izdishi, Xitoy soqchining uning qo'pollik bilan balalar lageriga elib ketishi, ota-onalaridan juda bo'lgan sonsiz Uyg'ur go'daklarining ichinishlik tragediyasini kishilarning ko'z oldiga namoyon qildi. Tayvən Dövlət Müdafiə Ministerliğinin şənbə günü bildirişçə, Kanada'nın paraxoty sezgur Tayvən boğuzidan ötken. Tayvən boğuzining münasibati ciddi bo'lib atgan bir paytda bu harakat Beyjingni g'azablantirishi mumkin.
O'tgan bir necha hafta ichida Xitoy Tayvan bo'g'uzining g'ayri-rasmiy markaziy liniyasiga urush aeroplani avatishini o'z ichiga olgan Tayvan oroli atrofidagi harbiy faoliyatlarni kuchaytirdi. Tayvan davlat mudofaa ministrligining aytishicha, Kanada qo'g'dug'uchi parakoti Janubiy dengizni shimolga qarab mang'an. Tayvan bo'g'uzidan o'tgandan keyin u shimolga qarab yo'lga chiqqan. Dokladda mundaq deyildi: Kanada parakoti Tayvan bo'g'uzidan shimolga qarab mang'anda harbiy taraf birlashma axborot, kuzatish va razvedka qilish harakatidan foydalanib, butkul jarayonda atrofdagi dengiz va havo bo'shlig'idagi munosabatlik harakatchanligini egalladi. Sharoit normal edi. Kanada 2018-yili Xitoy telegraf magnati Huawei'ning bosh moliya amaldori Ming Wanzhou'ni qo'lga olgandan buyon Xitoy-Kanada munosabati nacharlashdi. Men qo'lga ilingandan keyin uzun o'tmay Xitoy josuslik jinoyati bilan 2 Kanada fuqarosini qo'lga oldi. Azərbaycan prezidenti İlham Əliyev yana 7 yezining Armeniya ishg'olidan qutulganligini e'lon qildi. Əliyev o'zining Twitter hisobida bugun Azərbaycan armiyasi Tetir o'lkasining Talish, Jabroil o'lkasining Mahdi, Kakirli, Asagi Maralyan, Seybe va Kuykak, Fuzuli o'lkasidagi Abdurahmonli qatorliq yezi kentlarni ozod qildi dedi. Əliyev ilgari Madagiz o'ltiraq rayonining ozod qilinganligini xabar qilgan. Əliyev Twitter hisobida mundaq degan edi: "Men Madagizning tarixiy nomini 2020-yili 10-oyning 3-kundan boshlab asliga keltiraman. Bundan keyin u Sogovushan deb ataladi. Qarabağ Azərbaycan zaminidir.